Assalomu alaykum hammaga. Xabaringiz bor, faqat bitta tentda videolardan bitta mashina olib chiqib o'zim obzor qilardim. Sizlarga yengillik bo'lish uchun og'aynim men olib chiqdim. Netta 50 va Netta S avtomobilimizni obzor qilamiz. Kimniki yoqqan bo'lsa kommentariya Netta S 50, Netta L deb yozib ketamiz. Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Ko'rishingiz mumkin, avtomobilimiz Netta S va Netta L. Og'aynim aytganidek, xo'p, bu mashinada unaqa katta narsalar yo'q. Xo'p, bamperlari, faralari juda chiroyli ishlangan. Diskalarimiz. Xo'p, orqa bamperga o'tadigan bo'lsak, faralari ko'rishingiz mumkin. Yarimdorlariga e'tibor beramiz. Xo'p, bu mashinada panorama tom bor. Luki yo'q, panorama. Mashinamiz absolyutni yangi. Xo'p, mashinamizga o'tadigan bo'lsak, mashinamiz tokda 300 yuradi, benzinda 900 yuradi. Общий 1100. Mashinamizni saloniga o'tadigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin mana. Aquaprintlar qilingan. Juda zo'r holatda mashina. Abagreiflari bor. Xo'p, o'rtoqlar, ko'rishingiz mumkin. Juda kichkinagina obzor qilyapmiz. U yog'ini og'aynim obzor qilib beradi sizlarga. Hammaga kattakon rahmat. Xo'p akalar, endi Netta L avtomobilimizni obzor qiladigan bo'lsa, 310 km yuradi, общий 1300 yuradi. Расход keladigan bo'lsa 5, 5,5, uzog'i 6 litr расход qiladi, 95 benzin qo'yasizlar. Xo'p, salon qismiga keladigan bo'lsa, akalar, ikkita oldida Aduf abagreiflari bor, massajlari bor, bemalol massaj yoqib, maza qilib ketsanglar bo'ladi. Face ID'lari bor, uxlab qolsangiz turg'azadi, salon zaps qiladi. Orqa qismiga keladigan bo'lsa, orqalari ham ancha keng aka. Bemalol komfortda ketganda ketasizlar, kengina. Xo'p, akalar, orqa qismiga keladigan bo'lsa, orqalari ham ancha neobishni ishlab qo'yilgan, full led farali, bagaj sig'imiga keladigan bo'lsa 536 litr. Xo'p, akalar, buni adashmasam probegini aytmadim, 5,5 ming yurgan va ikkita oldi tom qismida miyatina joyi bor. Panorama luklargacha bor. Miyatina joyini ozgina ko'rsatib yuborasiz. Mashina ozgina miyatinasi bor, ozgina rasxodli joyi bor. Narxini ancha arzon qilib qo'yganmiz. Avvalambor videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Endi narxga keladigan bo'lsa, Netta S'imizdan 26 ming davomizda, Netta L'imizdan 20,500 davomizda. Sunnatiga yana ozgina o'tib beramiz. Naqdga, kreditga va rasurishga bemalol xarid qilib olsanglar bo'ladi. Endi kim obzori yoqqanini kommentariyada yozib yuborasizlar. Sizlarning fikringiz biz uchun muhim.